Musiqa bu qalbdan chiqadigan eng go'zal til. Ovozingizdagi iste'dodni kashf etishni, professionallar bilan mahoratingizni rivojlantirishni istaysizmi? Unda Jizzax davlat pedagogika universiteti aynan siz qidirgan dargoh. Jizzax davlat pedagogika universitetida uzoq yillar davomida musiqiy ta'lim yo'nalishi o'z faoliyatini olib bormoqda. Universitetimiz joriy o'quv yilida esa vokal san'ati, an'anaviy xonandalik yo'nalishi hamda cholg'u ijrochiligi, an'anaviy cholg'u yo'nalishlariga qabulni e'lon qiladi. Bu yerda siz nafaqat sahnada porlaysiz, balki kelajakda o'z maktabingiz yoki studiyangizni ochish huquqini beruvchi nufuzli pedagogik diplomga ega bo'lasiz. Bu kafolatlangan kelajak demakdir. Milliy va zamonaviy cholg'u ijrochiligini mukammal egallang. Haqiqiy sahna san'atining bir qismiga aylaning. Har bir chiqishingiz yangi yutuq, har bir nota kelajagingiz sari dadil qadam. Iste'dodingizni professionallikka aylantiring. Jizzax davlat pedagogika universitetining vokal san'ati, an'anaviy xonandalik yo'nalishi va cholg'u ijrochiligi, an'anaviy cholg'ular yo'nalishiga hujjatlaringizni topshiring. Kelajagingizni universitetimiz sahnasidan boshlang.